Oldinlari men uchun eng qiyin tayyorlanadigan ovqat osh edi. Kafeda ishlab yurgan paytlarimdan beri kuzatadigan kuzatuvchilarim bilishadi. Hozir menga 5-6 kilo oshni pishirish hech ham muammo emas. Lekin bugun hayotimda birinchi marta sizlar bilan birgalikda yarim kilo osh tayyorlab ko'ramiz. Sabzi, piyozlarni to'g'rab olgach, hamma masalliqlarimizni birin-ketin qovurishni boshlaymiz. Qozonga 3 xil dumba, zig'ir va zaytun yog'ini solib, yaxshilab qizdiramiz. Samarqand oshining eng asosiy masalliqlaridan biri bu zig'ir yog' hisoblanadi. Yog' qizigach, go'shtni solib yaxshilab qizartirib olamiz va birin-ketin piyoz, sabzi, ziravorlar, no'xat hammasini birin-ketinlik bilan qozonga solishni boshlaymiz. Doim 5-6 kilolab osh tayyorlab, mijozlarni ko'nglini olib, rahmatlar eshitgan bo'lsam-da, yarim kilo osh tayyorlash bunchalik qiyin bo'lishini tasavvur ham qila olmagandim. Juda ham qiynaldim yarim kilo osh tayyorlash davomida. Zirvagimiz tayyor bo'lgach, avvaldan ivitib qo'yilgan guruchni solib, ustini bekitib qo'yamiz. Suvlari qochib, guruch pishishiga ozgina qolganida esa do'ppidik shaklga keltirib, qoshiqni orqa tomoni bilan teshib chiqamiz. Va guruchi pishib chiqquncha olovni pastlatib qo'yish esimizdan chiqmasin. Sizlar uchun shuncha harakat qilib osh damladim. Endi obuna bo'lib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.